Tramp Zelenskiyga shart qo'ydi. AQShga faqat kelishuvdan keyin. Tramp: shartimga bajarsang Vashingtonga kelaver. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning Vashingtonga tashrifiga faqat bitta shart bilan rozilik bildirdi. U Ukraina bo'yicha muzokaralar yakunlanib, tinchlik kelishuvi imzolanganidan keyin. Trampning aytishicha, Zelenskiyning Vashingtonga kelish istagi bor, ammo hozirgi eng muhim vazifa urushni to'xtatish va kelishuvga erishish. Biroq Oq uydan kelgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozircha Vashington va Kiyev prezidentlari uchrashuvi rejalashtirilmagan. Shu bilan birga, Ukraina parlamenti deputati Aleksey Goncharenko ma'lum qilishicha, Zelenskiy aslida bu hafta Vashingtonga borishdan voz kechgan. Sabab, Vashingtonning taklif etgan tinchlik rejasi hali yetarli darajada ishlab chiqilmagani. Zelenskiy uchrashuvni keyingi haftaga ko'chirishni taklif qilgan. Financial Times esa yana bir qiziq ma'lumotni keltiradi. Zelenskiyga tashrifni hozircha kechiktirishni uning atrofi tavsiya qilgan.